Borib dadangga ay. Ana qaychi borki qaychi. Qaychini og'zini ochib qo'ymasin yana. Nima bilan uni olsa? Bey, shunday irim-sirim bor. Uni og'zini ochib qo'ysang, uyda urush vag'ir bo'ladi. Ha, shuni aytaymi? Ha, ayt bax. Dada? Ha, hamshayamiz ustak aytib qo'yardi. Uyda ekan, qaychini og'zini ochib qo'ymayganingiz, uyda urush bo'layotgan, shunaqa irim bor ekan. Yirmiya o'tishim buni qani urush bo'ylam yo'qmi? Kutaylik qani? Dada? Ha, Hamshayamiz drel so'rab kelgan ekan. yo'q deb berman deb. Berib bo'ldimmi? San uni Ana. Ha, qaychini ochib qo'ydingizlar, uyda urush vag'ir bo'ldi. Men nima dedim sizlarga? bu qaychini ochandan emas, yopiq bo'lsa ham uraveraman men buni. Hamsiyajon, bachangizdan ehtiyot bo'ling. Kecha men telefonini ko'rdim. Telefonida bilinman nima bu? Kinoteatr bormi? Sifatli kinolar ko'rib o'tiribdi. Men uni televizorda ham ko'rib bo'lmaydi uni. Hamma puli menimcha shunga ishlatib o'tibdi. Ehtiyot bo'ling, kafon gado bo'lasiz. Nima ko'ryapsan? Ha? Kino ko'raman dada, keling ko'rasizmi siz? Darrov hamsiya aytdi, qanaqadir kinolar sotib olgan ekan. Yo'q dada, bu oddiy Alplay obuna, Yandex Plus orqali. Dada o'rda bemalol xohlagan filmingizni, seriallaringizni zo'r kassetto bilan ko'rsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, hammasi qonuniy bo'ladi. Undan tashqari dada, oldin obuna bo'lmaganlar uchun zo'r aksiya ketyapti. Plus uz 30 promo kodi bilan kirsa 30 ming ball beradi. Bu ballar Yandex boshqa xizmatlariga ham ishlatsa bo'ladi. Rostdan 30 ming ball berami? Ha, Ko'zingga qara. Hamsiyadan bo'ylar bo'lmas gap eshitmagayman. ha. Ha, maki. Menga qara Zokirjon, dadang kecha jigdan tekida ko'rdim. Ay, jigdan tekida ko'p yurmasin, jilli bo'ladi. Irimi boshindayka. Axay, ariq ochmoqqa borandirlar-da. Aytgan hay borib ko'p o'tirmasin, jilli bo'ladi. Irimi bor deb o'tibman. Ha, tayoq yesam qarang. Ayt tamom. Ertalab siz jigdan tekida yurayapsizmi? Yo'q, ha. Ustam akam aytdi dadang jigdan tekida ko'p yurmasin, jilli bo'ladi dedilar. Jili bo'ylamishmi? Ha, shunaqa irim bor ekan. Jigdan tekida o'tirsin. Ha? O'to'ya bor. O'tirmang. Bor o'ya. Ana jigdaman, ha. Ana tekida jilli bo'lmaganimcha o'tiraman. Uni irimi ham jonima tegdi. Qani? Jigdan tekida o'tirsam jilli bo'ylaman. 6 soatdan beri mana jigdan tekida o'tiribman. Qani jilli bo'lganim? Qani? Men jilli bo'ldimmi? Jilli o'xshaytibmanmi? Ha? Jigdan tekida o'tiribman. Jilli bo'ldimmi? Ha? Men senga nima dedim? Ana, Ismat aytani aytma, jilli bo'ladi dedimmi? Bo'ldi ana jilli. O'zi gapirib o'tiribdi. Nima qilamiz endi? Nima qilasan? Tegma jilli bo'lib ochiladi. Hozir Ismat Churun bachasini borib so'kasan, keyin seni uradi. Urgandan keyin yaxshigina pul undiramiz. Tushundingmi? Xo'p bilan dada. Ey chuvacha, Yana keldi bu. Hasan birgami? O'qib berib o'tirsan. Yo'qlon ket. Hasan buzma meni. Ey sen dadang ham qo'rqoqdi. Ana shu gap o'tib tushdim. Dada. Ha, chorini yetmay urdim. Ha, boshqa odam yo'qdimi o'sha? Ay, so'kdi-da menga. Hop yozib beradi endi u. Yur qani? Bachamni birimish uribdi. Jigari sirroz bo'libdi. Doktorlar aytish bo'yicha bittasini kesib tashlagan. Ko'zga urdim-ku men. Qanday jigar edilar ko'zga ursa? Oyog'ini operatsiya qilmasa bo'lmagan. Qanday oyog'ini operatsiya qiladi? Ko'zga urdi. Menga qara. Yo doполнительный pochga qo'yib berasan. Yo 10 ming dollar pul berasan. Mana terpilani urdingiz. Endi bular boqasiz. Erta Rossiyaga ketasan, tushundingmi? Rossiyaga ketasan-da tez paydan bularga pul uzatib o'tirasan. Tez pay? Ha, u. Nima u? Programma Rossiyadan O'zbekistonga pul uzatsa bo'ladi. Play Market App Store'da bu. Tushunding? Undan tashqari kommunal to'lovlarni ham to'lab berasan endi. Boqasan bularni. 4-5 oy boqasan. Ha, nima bo'ldi bizlar ishlar? Sizni ishingiz hal. Ertaga bacham Rossiyaga ketyapti. Endi sizlarga Rossiyadan pul tashiydi, tez pay orqali. Tushunding? Kommunal to'lovlarni ham to'lab beradi. Svet, gaz soliqlarini. Yetadimi? Bo'ylami? Tez paydan to'laydi. Bo'ylami? Yaxshi. Ko'ngling joyiga tushdimi endi? Ha. Ismat, shu o'zing ham yoshligingda chimo bo'lgansan, ha? Og'zingdan satrasini olganmisan? Yo'q, olmaganman. Men ham endi Rossiyaga ketaman nasib bo'lsa. Nimaga?
chuqurroq og'dar. Bundan ziyod qanday Mana bu. Bu darvozani o'ch, kim ko'rmasin, o'ch. Oqay uni birinchi yoshirar. Ustiga yoting bo'lmasa? Ana o'ch. Bo'lmaydi bunaqa. Ya ben Nima qilamiz buni? Tamam, ketamiz. Sen Soling soling. Hey! Abi yordam bersang bo'lmaymi? Nima o'ynayapsan? Pablo Mavalini mamaki? Ey, xazina topdik biza. Yoshira olmayapmiz. Pablo Mavalida xazinani yashirishmaydi. Uni olib chiqib ketishadi amaki. Metro mod rejimida ba'zan noyob predmet, tuxum, ya'ni qadimiy tosh tuxumini topish mumkin. Ko'pchilik o'yinchilar uni qo'lga kiritish uchun kurashishadi. Agar siz ularni yengib tuxumni olib chiqa olsangiz, keyin uni baholatib haqiqiy qiymatini topa olishingiz mumkin. Agar omadingiz kelsa, uni ancha qimmatga sotishingiz mumkin. Voy, uni men ko'mamiz dadam uni. Tillo, bizlar problem olib keladi, tushundingmi? Xazinani Pablo Mavaldan izlaymiz.